Hozir biz Tera kompaniyasini bizga ajratgan sovg'alarini egalarini aniqlash uchun eng super chempionlar o'rtasida hozir bellashuv qilyapmiz. Qatnashchilar 3-son 1, 2, 3 zadatchilik ketdik. Qatnashchilar tez-tez. Mana bu sovg'alar o'ynaladi. Xo'p, ko'paytirish bosqichi sovg'ani olish oson emas. Qani ko'ramiz. İştirakçılarımız Dört xonali sonda bo'lish ikkita misol. Tayyormizmi? Mana shunda g'olib bo'lgan, ya'ni mana shu yaxshi ishlar umumiy balli ko'p chiqqanlar yutadi. Hamma ko'tarsin, ko'taramiz. Hozir jyurilarimiz ishlagan misollarimizda 3 kishining natijasi bir xil to'plagan 9 ball. Shuni hisobiga hozir uchovlari yana kurashadi. Bundan keyin sovg'ani Javoblar yozamiz. Qarash mumkin emas. Xo'p, mana jyurilar 1374. Ha. G'olib aniq. Demak, g'oliblarni aniqlaymiz. Birinchi o'rin. Birinchi o'rin egasi. Demak, Jasmina. 142 raqamli ishtirokchi egasi, Jasmina. Mana Jasmina xonim. Demak, sumka. Tera kompaniyasidan, demak, LED anaqali nampali sumka. Tabriklaymiz. Qarsaklar. Javoblar qani? Qani? 625. Demak, 001 o'quvchimiz. 001 raqamli o'quvchimiz. Ism qandayiz? Qo'ziboyev. Qo'ziboyev Hamzatdir. Demak, ikkinchi o'rin Malda LED nampali termiz. Tabriklaymiz.